Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan termodinamika qonunlari mavzusini o'rganamiz. Dastlab bu mavzuni 3 darajaga bo'lib olamiz. Birinchi rejamiz jarayonlar haqida, ikkinchi rejamiz birinchi qonunlar haqida, uchinchi rejamiz ikkinchi va uchinchi termodinamika qonunlari haqida. Termodinamika issiqlik hodisalari energiyaning bir turdan ikkinchi turga aylanishi hamda jismlarning issiqlik holatini o'rganadigan fizika bo'limidir. Termodinamik sistemaning holatini o'zgarishi termodinamik jarayon deyiladi. Ya'ni bunda T konstant, ya'ni o'zgarmas bo'ladi. Keyin izobarikda bosim o'zgarmas bo'ladi. Izoxorikda V teng konstanta hajm o'zgarmas bo'ladi. Adiabatikda esa U o'zgarmas bo'ladi. Izotermik jarayon, ya'ni bunga ta'rif beradigan bo'lsak, temperatura o'zgarmas saqlanadigan jarayon izotermik jarayon deyiladi. Ya'ni bunda Boyle-Mariyot qonuniga ko'ra P'imiz o'zgarmas, ya'ni konstanta bo'ladi. Xususiyatlari: temperatura o'zgarmaydi, ichki energiya o'zgarmaydi. Berilgan issiqlik ish bajarishga ketadi. Ya'ni bunga misol o'sha sekin kengayotgan gaz tashqi muhit bilan issiqlik almashib, temperatura doimiy qoladi. Izobarik jarayon esa, ya'ni bunda bosim o'zgarmas. Ya'ni bosim o'zgarmas saqlanadigan jarayon izobarik jarayon deyiladi. Ya'ni Gill-Lyusse qonun bo'yicha V taqsim T'imiz o'zgarmas. Ya'ni buni xususiyatlari: bosim doimiy o'zgarmas bo'ladi, hajm, temperatura o'zgaradi, gaz ish bajaradi. Ya'ni bunga misol o'sha porshin erkin siljiydigan silindrdagi gaz bosim atmosfera bosimiga teng qoladi. Gazning ish formulasi A barobar P ko'paygan V2 minus V1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bunga xulosa: Q'imiz barobar delta U plus A, ya'ni issiqlikning bir qismi ichki energiyaga, bir qismi ishga sarflanadi. Izoxorik va adiabatik jarayonlarda izoxorik jarayonda hajm o'zgarmas saqlanadigan jarayon izoxorik jarayon deyiladi. Ya'ni unda Sharl qonuni P taqsim T o'zgarmas bo'ladi. Adiabatik jarayonda esa tashqi muhit bilan issiqlik almashinuvisiz sodir bo'ladigan jarayon adiabatik jarayon deyiladi. Jarayonlarni qiyoslash, ya'ni bunda 4 asosiy jarayonlarni taqqoslash jadvali keltirilgan. O'sha izotermikda temperatura o'zgarmas, izobarikda bosim o'zgarmas bo'ladi, izoxorikda hajm o'zgarmas bo'ladi, adiabatikda esa Q o'zgarmas bo'ladi. Termodinamikaning birinchi qonuni, ya'ni bunda sistemaga berilgan issiqlik miqdori ichki energiyani o'zgartirish va ish bajarishga sarflanadi. Ya'ni bunda Q barobar delta U plus A, ya'ni bu Q issiqlik miqdori berilgan yoki olingan issiqlik miqdori hisoblanadi. Delta U ichki energiya o'zgarishi, A bajarilgan ish. Bu qonun energiya saqlanishi qonunining issiqlik hodisalaridagi ko'rinishidir. Energiya yo'qolmaydi, yo'qdan paydo bo'lmaydi, faqat bir turdan ikkinchisiga o'tadi. Birinchi qonunning jarayonlarga tatbiqini ko'radigan bo'lsak, ya'ni Q teng delta U plus A qonunini har bir jarayonga qo'llasak, izotermikda Q'imiz A ga teng bo'ladi, delta U 0 bo'ladi. Berilgan issiqlik to'liq ishga aylanadi. Izobarikda esa P o'zgarmas bo'ladi. Ya'ni bunda Q'imiz barobar delta U plus A, ya'ni ichki energiya oshadi, ham ichki energiya oshadi, ham gaz ish bajaradi. Izoxorik jarayonda esa hajm o'zgarmas bo'ladi, ya'ni Q'imiz delta U ga teng bo'ladi. Issiqlik faqat ichki energiyani o'zgartiradi. Adiabatik jarayonda esa A'imiz minus delta U ga teng bo'ladi, ya'ni issiqlik almashmaydi, ichki energiya kamayadi. Termodinamikaning ikkinchi qonuni, ya'ni bu ikkinchi qonun issiqlik o'tish yo'nalishi, ya'ni issiqlik o'z-o'zidan faqat issiq jismdan sovuq jismga o'tadi. Ya'ni Clausius ta'rifiga qaraydigan bo'lsak, issiqlik sovuq jismdan issiq jismga tashqi ta'sirsiz o'ta olmaydi.
Kelvin ta'rifida esa hech qanday issiqlik mashinasi olingan issiqlikni to'liq ishga aylantira olmaydi. Issiqlik mashinasi, ya'ni issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi qurilma. Misollar ko'radigan bo'lsak, o'sha bu mashinasi avtomobil dvigateli gaz turbinalari kiradi. Bunda o'sha foydalish koeffitsiyentini ko'rib o'tadigan bo'lsak, o'sha mashinaning bajargan foydali ish olingan issiqlikka nisbati hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mu teng a taqsim q ko'paygan 100 q1 ko'paygan 100 bo'ladi. Ya'ni bu yerda a bajarilgan foydali ish, q1 qizdirgichdan olingan issiqlik miqdori hisoblanadi. Karnot siklida esa 2 izotermik va 2 adiabatik jarayondan tashkil topgan ideal sikl hisoblanadi. Ya'ni bunda foydalish ish koeffitsiyenti o'sha formulasi T1 minus T2 taqsim T1 hisoblanadi. Ya'ni T1 qizdirgich temperaturasi, T2 sovutgich temperaturasi hisoblanadi. Termodinamikaning 3-qonuni esa o'sha absolyut 0 va 3-qonunda absolyut 0 temperatura amalda erishib bo'lmaydi. Ya'ni absolyut 0 da bu temperaturada molekullalarning tartibsiz harakati minimumga yetadi. Hech bir sovutish qurilmasi bu chegaraga erisha olmaydi. Ahamiyati esa kvant mexanikasi bilan bog'liq. Entropiya absolyut 0 da minimumga yetadi. Kriotexnologiyalar chegarasini belgilaydi. Barcha termodinamik jarayonlar uchun quyi chegara hisoblanadi. Ya'ni termodinamika qonunlari o'sha termodinamik jarayonlar gaz holatining o'zgarishini ifodalaydi. Izotermik esa temperatura o'zgarmas bo'ladi. Izobarikda bosim o'zgarmas bo'ladi. Izoxorikda hajm o'zgarmas bo'ladi. Adiabatikda quyimiz 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni birinchi qonunda Q barobar delta O plus A energiyaning saqlanish qonuni hisoblanadi. Ikkinchi qonun issiqlik faqat issiqdan sovuqqa o'z-o'zidan o'tadi. Ya'ni foydalish koeffitsiyentimizning formulasi T1 minus T2 taqsim T1, ya'ni Karnot sikli hisoblanadi. 3-qonun absolyut 0 temperaturaga erishib bo'lmaydi. Uchala qonun energiya va jarayonlarning asosiy qonuniyatlarini belgilaydi. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.